Assalomu alaykum. Xo'p, demak, sizlar bilan 4-testni tahlilini boshlagan edik. O'rtada haftada darslar bilan bo'lib vaqt bo'lmay qoldi. Demak, shuni tugatib qo'yamiz bugun, xudo xolasa. 5-test ham ishlashga tayyor. Bugun 19:00 da kanalga joylanadi. Unga ham kirib yechsalaringiz bo'ladi. Xo'p, kelinglar, o'sha kuni biz 6-test haqida noto'g'ri nima qilganmiz? Shu 6-testni boshqatdan yechamiz. Demak, 6-testimizda bu yerda javoblari ham to'g'ri ekan. Hozir boshqatdan 6-testni yechib tahlil qilamiz. Diqqat bilan ahamiyat berib turing. Xo'p, demak boshladik. 6-testimizda birinchi mana shu pastdagi tengsizlikka ahamiyat beradigan bo'lsak, 2 ni x minus birinchisi kichik yoki teng y. Xo'p, bundan foydalanadigan bo'lsak, 2 ni x-inchisi kichik bo'ladi 2y dan. Bu shu holatda tursin. Tepaga ahamiyat bersak, 2 ni x-inchisi ko'paytirilgan 2 ni kvadrati teng y kvadrat plus 4 ga ekan. Demak, bu 2 ni kvadrati 4 bo'lganligi uchun 4 karra 2 ni x-inchisi 16. Y kvadrat plus 16. Shunda kelinglar, mana bu tengsizlikning ikkala tarafini 4 ga ko'paytirib olsak, 4 ko'paytirilgan 2 ni x-inchisi kichik yoki teng 2y ko'paytirilgan 4 ekan. Mana bu ifodani o'rniga mana buni keltirib qo'yamiz. Y kvadrat plus 16 kichik yoki teng 8y. Y kvadrat minus 8y plus 16 kichik yoki teng 0 dan. Bu y minus 4 ning kvadratini beradi, kichik yoki teng 0. Y minus 4 teng 0 ga y teng 4 chiqadi. Chunki biror sonning kvadrati hech qachon manfiy bo'la olmaydi. Bu tengsizlikda faqat 0 ga teng bo'lgan sharti o'rinli. Y teng 4 ni topdik. Endi mana bu yerga keltirib qo'yib x ni topsak bo'ladi. 4 ko'paytirilgan 2 ni x-inchisi teng y kvadrat 16 plus 16 32. 4 ga bo'lsak 8, 2 ni x-inchisi teng 8, bu 2 ni kubi, x teng 3. Sistemamiz javobi 3 u 4. Bizdan ko'paytmasini so'ragan, 3 bilan 4 ni ko'paytmasi 12 bo'lar ekan. Demak, bu testimizning javobi B javob ekan. Xo'p, 11-testga o'tamiz. 11-testda mana shu ko'rinishdagi logaritmik ifodani soddalashtirishimiz kerak ekan. Yaxshi. Birinchi mana shu qavs ichini bajarib olamiz. Qavs ichini bajarib olamiz. Diqqat bilan ahamiyat berib eshitinglar. 23 minus 2 ko'paytirilgan 2 ni kvadrati ko'paytirilgan 2 ni darajasida logaritmikka asos ko'ra 5 deb yozib olsak bo'ladi. Endi logaritm asosiy xossasiga asosan mana bu yerdan 5 chiqadi, mana bu 4. 4 ni 5 ga ko'paytirsak 20, 23 dan ayirsak 3 ekan. Demak, birinchi qavs ichining javobi 3 ga teng chiqdi. Ikkinchi, mana bu ko'paytmani bajaradigan bo'lsak, logaritm 5 asos ko'ra kubinchil asosda 3 degani bu 3 ning 3 dan birinchisi ko'paytirilgan logaritm 3 asos ko'ra 5 ning kubi. 3 dan bir oldinga tushadi. Mana buni kubi ham oldinga tushadi. Logaritm 5 asos ko'ra 3 bilan logaritm 3 asos ko'ra 5 ning ko'paytirganimizda logaritm xossasiga asosan 1, bu ham 1, ko'paytma 1 ni beradi. Demak, bu qism 1, bu qism 3 chiqdi. 3 ni 1 ga ko'paytirsak, demak, misolimiz javobi nima bo'lar ekan? 3 bo'lar ekan. 11-misolimiz javobi C javob. Keyingi savolga o'tamiz. Tenglama ildizlari yig'indisini toping deb savol berilgan. Yaxshi. Bu yerda bizga ko'paytma ko'rinishidagi ifoda kelyapti. Birinchi qismida ko'rsatkichli tenglama, ikkinchi qismida irratsional tenglama. Birinchi shu yerda irratsional tenglamani aniqlanish sohasini olamiz. X minus 2 katta yoki teng 0 dan, x katta yoki teng 2 dan. Demak, 2 yoki 2 dan katta sonlar mana shu tenglamani qanoatlantirar ekan. Birinchisi 4 ni x-inchisi bu 2 ni x-inchisining kvadrati minus 5 ko'paytirilgan 2 ni x-inchisi karra 2 plus 16. 2 ni x-inchisini t deb olsam, t kvadrat minus 10t plus 16 teng 0 ga. T minus 1 u 2 u t minus 8 teng 0 ga. T1 2 ga teng bo'lganida 2 ni x-inchisi 2 ga teng, ya'ni bu yerdan x1 teng 1 chiqadi. T2 teng 8 bo'lganida 2 ni x-inchisi 2 ni kubiga teng x2 3 chiqadi. Bitta jihatiga ahamiyat beringlar. Biz nima degan edik? Ildizi 2 yoki 2 dan katta bo'lishi kerak degandim. Bu yerdan 1 chiqib ketdi. Ikkinchi holatida ildizdagi ifoda, ya'ni x minus 2 ni 0 ga tenglashtiradigan bo'lsak, x minus 2 teng 0 ga, x3 ildizimiz 2 ga teng bo'ladi. 2 ham qanoatlantiradi. Shuning uchun 2 ni ham olamiz. Javob tenglamani bitta ildizi 2, bitta ildizi 3. Ikkita ildizi bor ekan, 2, 3 ekan. Tenglama ildizlari yig'indisini toping 5. Misolimiz javobi C. Har doim birorta misol yechgan vaqtlaringizda, misolliq bilgan usullaringizda yechib, oxirida shartini o'qinglar.
Ya'ni mana bu shartni o'qish kerak. Ildizlar yig'indisini top desa, siz ahamiyat bermasdan ildizlarini topib qo'ysalaringiz, agar shu yerda hozir A da yoki B da 2 ga 3 degan javob kelganida edi, o'shani belgilab ketsak, belgilash mumkin-da o'quvchi chalg'ib shoshganidan. Har doim misol shartini oxirigacha o'qish kerak. Va shu oxirgi savolga javob bermasalaringiz, 1000 to'g'ri yechganlaringiz bilan mana bu to'g'ri javobni belgilamasalaringiz noto'g'ri bo'ladi-da. Davom etamiz. Keyingi testga o'tamiz. 13-testimizda oddiy logaritmik soddalashtirish berilgan ekan. Buni soddalashtirishimiz kerak. Boshladik. Demak, 12 bu 3 karra 4 degani, shu uchun logaritm 3 asos ko'ra 4. Bu 4 degani bu 2 ning kvadrati, shu uchun oldinga 2 tushadi. Plus logaritm 3 asos ko'ra 3. 3 asos ko'ra 3 1 ni beradi. Plus 18 9 karra 2 degan. Shu uchun logaritm 3 asos ko'ra 2 plus logaritm 3 asos ko'ra 9 2 ni beradi. Shu uchun bu yerga 2 yozamiz. Taqsim. Endi bu yerda bizda 36 kelyapti. 36 ni 9 asos ko'ra 9 deb maydalaydigan bo'lsam, logaritm 9 asos ko'ra 4 plus logaritm 9 asos ko'ra 9 1 ni beradi. Xo'p, yaxshi. Endi bundan suratda 3 da 3 logaritm 3 asos ko'ra 2 plus 3 taqsim mahrajda. Mana bu 9 3 ning kvadrati, shu uchun oldinga 2 dan 1 chiqadi. 4 bu 4 bizda 2 ning kvadrati, shu uchun oldinga 2 chiqadi. Bu yerda qoladi 3 asos ko'ra 2 plus 1 teng. Suratda umumiy ko'paytiruvchi 3 ni olib chiqaman. Logaritm 3 asos ko'ra 2 plus 1 mahrajda 2 lar qisqarib ketadi. Logaritm 3 asos ko'ra 2 plus 1 qoladi. Bular qisqaradi. Misolimiz javobi 3. Buni kaltlari yo'q ekan-ku. Demak, 13-savolimiz javobi nima bo'lar ekan? 3 bo'lar ekan. Bor ekan, tepada ekan. Uzr, adashibman. Mana ko'rmay qolibman. Demak, 13-testimizning javobi B javob bo'lar ekan. Yaxshi, davom etamiz yana. Keyingi savolda ajoyib savol ekan. Tenglamada 4 ning x kvadrat minus 6x plus 9 plus birinchisi deb maydalab olaman. Minus 9 ko'paytirilgan 2 ning x kvadrat minus 6x plus 9-inchisi plus 2 teng 0 ga. Endi bu 4 ning x kvadrat minus 6x plus 9-inchisi va ko'paytirilgan 4 ning birinchisi 4 9 2 ning x kvadrat minus 6x plus 9-inchisi plus 2 teng 0 ga. Endi mana shu yerda mana bu 4 ni o'chirib 2 yozaman va butun darajaga kvadrat yozsam ham xato bo'lmaydi. Kvadrat yozdim. Endi belgilab olaman. 2 ning x kvadrat minus 6x plus 9-inchisi teng t. Xo'p. T kvadrat minus 4t kvadrat. 4t kvadrat minus 9t plus 2 teng 0 ga. Diskriminantini topsam 81 minus 8 32 49 7 ni kvadrati. T1 u 2 ni topsam 9 plus minus 7 taqsim 8. Qo'shganimizda 16 2 chiqadi. Ayirganimizda 1 taqsim 4 chiqadi. Bu 2 ni minus 2-inchisi, bu bo'lsa 2 ni birinchisi. Boshladik. Demak, 2 ning x minus 3-inchisining kvadrati, ya'ni mana bu ifoda x minus 3 kvadratda teng 2 ni birinchisiga. X minus 3 kvadrati teng 1 ga bo'lganida buni ikkita holatda yechishimiz kerak. Ya'ni x minus 3 bir marta 1 ga va x minus 3 bir marta endi minus 1 ga teng. X1 ni topsam 4, x2 ni topadigan bo'lsam 2. Demak, 4 va 2 bo'lar ekan. Xo'p, ikkinchi holatga o'tamiz. 2 ning x minus 3-inchisining kvadrati teng 2 ni minus 2-inchisiga. X minus 3 ning kvadrati teng minus 2 ga bo'sh to'plam. Ya'ni biror sonning kvadrati hech qachon manfiy songa teng bo'la olmaydi. Shuning uchun bu holat bo'sh to'plam. Yana savol oxirini o'qiymiz. Tenglamaning haqiqiy ildizlari yig'indisini toping. Tenglamada ikkita ildizi bor ekan. Bittasi 2, bittasi 4 ekan. Yig'indisini top desa 6 ga teng. Savolimiz javobi C javob bo'lar ekan 14-savolda. 15-savolga o'tadigan bo'lsak, 15-savolda logaritm xossasiga asosan deylik, bir taqsim logaritm a asosiga ko'ra b kelsa, buni logaritm b asosiga ko'ra a deb yozsa bo'ladi. Shundan logaritm 30 asosiga ko'ra 16, logaritm 30 asosiga ko'ra 9, logaritm 30 asosiga ko'ra 25 deb yozamiz va logaritm 30 asosiga ko'ra 16 karra 9 karra 25 teng. Endi hisoblang degan bizdan logaritm 16 ni nimaga ko'paytirsak, 25 ga ko'paytirsak, logaritm 30 asosiga ko'ra 400 hosil bo'ladi. Ko'paytirilgan 9 3600 logaritm 16 karra 5
kira 5. Xo'p, 30 asosiga ko'ra 30 asosiga ko'ra 3600. 3630 ni birorta darajasi emas-ku. Lekin bu yerda javoblarda aniq-aniq javoblar berilgan. Xo'p, qaranglar, test yozilishida xato ketgan ekan. Mana bu yerda 2 va bu yerda ham 2 ekan. Shunda bular kerak emas hozircha. Shunda mana bu yerda 2 bor va bu yerda ham necha bor ekan? 2 bor ekan. Shunda endi misolni to'g'rilab yechishimiz kerak ekan. Teng. Logaritm 30 asosiga ko'ra 16 plus 2 ni olib chiqadigan bo'lsam, logaritm 30 asosiga ko'ra 9 plus logaritm 30 asosiga ko'ra 25 teng. Logaritm 30 asosiga ko'ra 16 plus 2 logaritm 30 asosiga ko'ra 9 bu 3 ning kvadrati, 25 bu 5 ning kvadrati. Ko'paytmaga o'tdi. Bu 2 buning darajasiga chiqadi. Shunda hosil bo'ladi logaritm 30 asosiga ko'ra 16 plus logaritm 30 asosiga ko'ra buning darajasiga chiqsa, mana bularning darajasiga chiqqan vaqtida 3 ning 4-inchisi 5 ning 4-inchisi bo'ladi. Endi ko'paytmaga o'tsak, logaritm 30 asosiga ko'ra 16 bu 2 ning 4-inchisi, 30 bu 3 ning 4-inchisi, 5 ning 4-inchisi. Hammasidan logaritm 30 asosiga ko'ra 4-darajani oldinga tushirsam 2 kara 3 kara 5. 2 kara 3 kara 5 bu 30 ni beradi. Ko'paytma 1 ni berganligi uchun 4 kara 1, misolimiz javob 4 chiqar ekan. Demak, tushunlaringiz, testda mana bu yerda uzr so'rayman, xato ketgan ekan. 1 emas, 2 ekan ikkalasida ham. Shunda misolimiz javobi 4 bo'lar ekan. 15-savol. Testni yarmini tugatdik. Davom etamiz yana. Xo'p, mana bu ko'rinishda tengsizlik berilgan. Bu tengsizlikni yechishda nimalardan foydalanamiz? Bitta yo'li bor. Bitta yaxshi yo'li intervalga qo'yish. Nollarini top. Har bitta qavsning nollarini topib intervalga qo'yish. Birinchisini nolini topsak 1, ikkinchisini nolini topsak 2, uchinchisini nolini topsak 3. Qanaqa qilib topyapman? 6 ni eksi minus 6 ni 0 ga tenglashtiryapman. 6 ni eksi teng 6, x1 teng x1 teng 1. 3 ning eksi minus 9 teng 0 bo'lganda x2 teng shundan 2 chiqyapti. 2 ning eksi minus 8 0 ga teng bo'lganida x3 ni topyapman, 3 chiqyapti. Tushundingizmi? Endi nollarni topganimizdan keyin oraliqqa qo'yamiz. Uchalasi ham kiradi, chunki bizda kiradi belgisi bor. Xo'p, demak minus 1, yo'q, 1, 2, 3, 1 dan kichik sonlarni qo'yaman. Deylik, 0 ni qo'ysam, 1 dan 6 ni ayiraman, minus, minus, minus. 3 ta minusni beradi. Plus, minus, plus. Hech qayerda modul yo'q, kvadrat yo'q, ishorasi o'zgarib ketaveradi. Xo'p, demak, mana ishoralarni topdik. Bizdan manfiy oralikni so'ragan. Demak, misolimiz javobi x kichik yoki minus 1 dan, 1 dan va 2 dan toki 3 gacha bo'ladi. Javob yozamiz oraliq usulda. X tegishli minus cheksizlikdan to 1 gacha birlashma 2 dan to 3 gacha. Minus cheksizlikdan to 1 gacha 2 dan toki 3 gacha bo'lar ekan. Demak, bu misolimiz javobi tengsizlikni yeching deganligi uchun A javob bo'ladi. Keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolda logaritm 3 asosiga ko'ra 6, 6 asosiga ko'ra 3 aralashtirib berilgan ekan. Kelinglar, hammasini 3 asosiga ko'ra 6 ga keltiramiz. Boshladik. Logaritm 3 asosiga ko'ra 6 plus mana bu 4 ku 6 asosiga ko'ra 3 ku, shuni 4 taqsim logaritm 3 asosiga ko'ra 6 deyman. Plus 4 ko'paytirilgan logaritm 3 asosiga ko'ra 6 minus 2 ko'paytirilgan logaritm 3 asosiga ko'ra 6 taqsim 3 asosiga ko'ra maydaladim. Logaritm 3 asosiga ko'ra 54. Qavsni yopaman. Mahrajda logaritm 3 asosiga ko'ra 6. Endi logaritm 3 asosiga ko'ra 6 ni belgilashdan oldin yana bitta yozaylik. Logaritm 3 asosiga ko'ra 6 plus 4 taqsim logaritm 3 asosiga ko'ra 6 plus 4 ko'paytirilgan logaritm 3 asosiga ko'ra 6 minus 2 logaritm 3 asosiga ko'ra 6 taqsim mana bu yerni 54 ni 3 kara 9 kara 6 deb yozaman. Logaritm 3 asosiga ko'ra 9 bu 2 ni beradi va bu yoqda logaritm 3 asosiga ko'ra 6 qoladi. Taqsim mahrajda logaritm 3 asosiga ko'ra 6. Endi buni shu yerda logaritm 3 asosiga ko'ra 6 ni logaritm 3 asosiga ko'ra 6 ni t deb olaylik. Shunda t plus 4 taqsim t minus 4 plus 4. Mana bu ikkalasida umumiy ko'paytuvchi logaritm 3 asosiga ko'ra 6 bor edi, o'sha t deymiz. T ni oldinga olib chiqsam 1 minus 2 taqsim 2 plus t qoladi. Taqsim mahrajda t bor.
Mana bu t'lar qisqarib ketadi butunlay. Umumiy makhraj bersam mana birinchi qavsga t kvadrat plus 4t plus 4 taqsim t ko'paytirilgan. Mana bunga umumiy makhraj bersam t plus 2 minus t 2 taqsim t plus 2 teng. Mana bu ikkilar ketadi, bu yoqda t qoladi. T bilan mana bu ketadi. T plus 2 ning kvadrati suratda makhrajda t plus 2. Bitta ketadi-da t plus 2 chiqadi misolimiz javobi. T'miz bizda logaritm 3/6 plus 2. Xohlasak mana shu ko'rinishda qoldirsak bo'ladi. Logaritm 3/2. Demak, buni maydalagan. Logaritm 3/2 plus logaritm 3/3 1 ni beradi. 2 ga qo'shsak 3. 3/2 plus 3. Javob A bo'lar ekan. Logaritmik soddalashtirishlarda mana shu ko'rinishda belgilab, maydalab yetsa bo'ladi. Yaxshi, davom etamiz. 18-savolga keldik. Birinchi mana bu ko'paytmaga o'tadi. 10 logaritm 4 kara 12 48 minus mana bu ikkalasidan minusni olib chiqsak 10 logaritm 16 plus 10 logaritm 3 bo'ladi. Bu ham ko'paytmaga o'tadi-da 10 logaritm 48 bo'ladi. 10 logaritm 48 dan 10 logaritm 48 ni ayiradigan bo'lsa, misolimiz javobi 0. Demak, 18-savolimiz oson ekan. Javob A chiqdi. Keyingi savolga o'tamiz. Demak, 19-savolda mana shu ko'rinishda ifoda berilgan bo'lsa, ifodalar berilgan, ya'ni bu berilgan, bu berilgan. Mana buni A va B orqali ifodalashimiz kerak. Hammasini logaritmik asosga ko'ra maydalab yuboraman. Logaritm 2 asosga ko'ra 30 taqsim logaritm 2 asosga ko'ra 4. 30 bizda 2 kara 3 kara 4, 2 kara 3 kara 5 ga teng-ku. Shuning uchun logaritm 2 asosga ko'ra 3. Logaritm 2 asosga ko'ra 5 plus 1 taqsim makhrajda 2. Shunda A plus B plus 1 taqsim 2 bo'ladi. Javob B ekan. 19-savolimiz javobi B. Keyingi savolga o'tamiz. 20-savolda funksiyani aniqlanish sohasini toping degan. Suratda ildizda bo'lganligi uchun 2 ning eksinchisi minus 4 katta yoki teng 0 dan makhraj 27 minus 3 ning eksinchisi teng emas 0 ga. 2 ning eksinchisi katta yoki teng 4 dan bu 2 ning kvadrati bo'ladi. 3 ning eksinchisi teng emas 27 ga. 27 bu 3 ning kubi. Tepadan x katta yoki teng 2 dan x teng emas 3 ga. Mana 2 dan katta sonlar bu yoqda 3 kirmaydi. Javob x tegishli bo'ladi 2 dan to 3 gacha. 3 dan plus cheksizlikgacha. Xo'p, mana bu yerda bitta qavs ortiqcha ketib qolibdi. Shunda 2 dan to 3 gacha 3 kirmaydi, 3 dan plus cheksizlikgacha. Javob D bo'lar ekan. 20-savolimiz ham tugadi. Xo'p, ahamiyat beramiz 21-savolda. 21-savol ham qiziq savol ekan. Ko'rsatkichli tengsizliklarga doir. Xo'p, endi 2 ning eksinchisi ko'paytirilgan 4 ning eksinchisi bu 2 ning 2 eksinchisi bo'ladi. 8 ning eksinchisi bu 2 ning 3 eksinchisi bo'ladi. Kichik 256 deganim bu 2 ning nechinchisi bo'lardi? 8-inchisi bo'lardi. Tashqaridagi 3 bilan ko'payib bu 2 ning 24-inchisi bo'ladi. Mana bu 2 ning 6 eksinchisi kichik 2 ning 24-inchisidan. Asos o'suvchi, shu uchun 6x kichik 24 dan x kichik 4 dan bo'ladi. Tengsizlikning eng katta butun yechimini toping. 4 dan katta 4 dan kichik eng katta butun son 3. Savolimiz javobi C bo'lar ekan. Davom etamiz. 21-savolimiz ham tugadi. 22-savolga keldik. Xo'p, 22-savolda qiyin savol emas, faqat soddalashtirish kerak. Teng. Shunda bizda berilayotgan ifodalarga ahamiyat beradigan bo'lsak, birinchi kasrni soddalashtirib olaylik. Logaritm 5 asosga ko'ra ayirma bo'linmaga o'tadi. 18 taqsim 3. Logaritm 5 asosga ko'ra 12 taqsim 6. Logaritm suratda shunda hosil bo'lyapti. 5 asosga ko'ra 6, makhrajda logaritm 5 asosga ko'ra 2. Qoida borida logaritm C asosga ko'ra B taqsim logaritm C asosga ko'ra A bo'lsa, bu logaritm A asosga ko'ra B ni berardi. Xossadan shundan logaritm 2 asosga ko'ra 6 ni berar ekan. Butun katta kasrimiz. Bizda 8 ni darajasida logaritm 2 asosga ko'ra 6 keldi. 8 bu 2 ning kubi, uni tashqarisida logaritm 2 asosga ko'ra 6. 8 mana bu darajalar ko'payib 3 logaritm 2 asosga ko'ra 6 keldi. Shu holatda 2 bilan 2 ni qisqartirish mumkin emas. 3 buni darajasiga chiqadi. 2 ning darajasida logaritm 2 asosga ko'ra 6 ning kubi. 2 lar ketadi-da 216 chiqadi. Savolimiz javobi C javob. Yaxshi. Demak, keyingi savolga o'tamiz. Uxlab qolmadilaringiz degan umiddaman. Keyingi savolga o'tamiz. 23-savolda.
Bizda mana shu ko'rinishdagi logaritm berilyapti va logaritmik asoskori 7 ni toping deb savol berilgan. Mana buni logaritmik asoskori maydalab olaman. Logaritmik asoskori 98 taqsim logaritm 2 asoskori 28 teng a ga. 98 bu 2 kara 49, shu uchun 1 plus logaritm 2 asoskori 49. 49 7 ni kvadrati 2 daraja oldinga tushadi va logaritm 2 asoskori 7 bo'ladi. Taqsim mahrajda 4 kara 7 bu, shu uchun 2 plus logaritm 2 asoskori 7 teng a ga. Logaritm 2 asoskori 7 ni x deb olsam 1 plus 2x taqsim 2 plus x teng a ga. 2 plus 1 plus 2x teng a ko'paytirilgan 2 plus x ga. 1 plus 2x teng 2a plus ax. Bu yoqqa o'tsa x ni olib chiqaman. 2 minus a. Bu yoqqa o'tadi 2a minus 1. X ni topsam 2a minus 1 taqsim 2 minus a. Bundan kelib chiqadi logaritm 2 asoskori 7 ni a orqali ifodalasak 2a minus 1 taqsim 2 minus a degan javob chiqar ekan. 2a minus 1 taqsim 2 minus a degan javob, demak bizda a javobda berilgan ekan. Xo'p, yaxshi, davom etamiz. Keyingi savolimizda yana ko'rsatkichli tengsizlikka keldik. Mana bu bizda ildizda 9, bu ildizda 8. Buni ayirmasi musbat son, lekin 1 dan kichik. Adashmasam. Chunki 2 dan taxminan 1,4 chiqadi taxminan. 2 dan taxminan 1,4 chiqadi. 2 ga ko'paytirsak 2,8, 3 dan ayirsak 0,2. 0 1 orasida bo'ladi. Kamayuvchi funksiya. Mana bu 1 ni 3 minus 2 ilzosida 2 ning 0-chisi deymiz. Faqat kamayuvchi funksiya bo'lganligi uchun tengsizlik ishorasi teskarisiga o'zgaradi. X kvadrat minus 9x plus 20 taqsim x minus 3 kichik yoki teng 0 ga o'zgardi. Tengsizlik ishorasi o'zgaradi dedim. Endi suratni ko'paytuvchiga ajratadigan bo'lsam x minus 4 x minus 5 taqsim x minus 3 kichik yoki teng 0 dan intervalga qo'yaman. 3 kirmaydi mahrajda bo'lganligi uchun 4 kiradi, 5 kiradi. Minus 0 ni qo'ysam minus minus minus, 3 ta minus minus plus minus plus. Manfiy oraliqni so'ragan, javob minus cheksizlikdan toki minus 3 gacha birlashma 4 dan toki 5 gacha. Bizda shartida faqat tengsizlikni yeching degan, minus cheksizlikdan minus 3 gacha. Minus emas, plus 3 gacha. Plus 3 gacha. 3 kirmaydi. 4 dan 5 gacha. Demak, qaysi javobda ekan u? A javobda. Minus cheksizlikdan to minus 3 gacha, 4 dan 5 gacha. Xo'p, yaxshi. Demak, 24-savolimiz ham tugadi. Xo'p, 25-testda tenglamaning ildizi qaysi oraliqda yotadi deb savol bergan. X teng 1 ekan tenglamaning ildizi. Mana bu 3, bu ham 1 ni qo'ysak 3. Endi hozir bu tasodifda. Har doim bu o'xshavermaydi-da. Shu uchun kelinglar, men sizlarga umumiy usulini tushuntirib qo'yaman. Umumiy usuli nima? Grafik chizamiz. Grafik chizganimizda yaqqol o'sha tenglamaning ildizi qaysi oraliqda ekanligini bilsa bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. 1, 2, 3, 4. Xo'p, demak 3 ning eksinchisi grafikini chizadigan bo'lsam, 3 ning eksinchisi grafiki o'suvchi funksiya. 1 ni qo'yganimda 3, 1 ni qo'yganimda 3, 0 ni qo'yganimda 1. Minus 1 ni qo'ysam 3 dan 1 va hokazo ox o'qiga juda yaqin keladi, lekin ox o'qiga urinmaydi. Mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Xo'p, endi keyingisida x o'rniga 0 ni qo'ysam y da 5 bo'ladi. Sal teparoqda joylashar ekan, deylik. Mana shu yerda 1 ni qo'ysam 3 ekan, 2,5. Demak, grafik mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Savolda tenglamaning ildizi qaysi oraliqda deb savol berilgan. Tenglamaning ildizi ahamiyat beradigan bo'lsak, endi bu yerda katakli daftarda sizlarda juda to'g'ri chiqadi. 1 tenglamaning ildizi. Qaysi oraliqda degan? Bizda
ahamiyat beradigan bo'lsak, -1 dan 1 gacha 1 kirmayapti, 2 dan 4 gachaga 1 kirmayapti, 1 dan 2 gacha 1 kirmayapti. 1 kiradigan javob faqat mana shu. 0 dan toki 2 gacha. Haqiqatda shu oraliqqa tegishli bo'lib qolyapti bir ildizimiz. Misolimiz javobi x tegishli 0 dan to 2 gacha bo'lgan oraliq. Javob A bo'lar ekan. Mana shu ko'rinishdagi savollar kelsa, grafikini chizib yechishimiz kerak bo'ladi. Yaxshi, davom etamiz. Keyingi tenglamamizda birinchisi bu holatda asos 1 bo'lganida ham xo'p, endi asos 1 bo'lgan vaqtida x - 4 teng 1 bo'lgan vaqtida ham yechimga ega. X - 4 teng 1 ga x 1 ni topadigan bo'lsak 5 chiqadi. X - 4 endi bir marta -1 ga teng bo'ladi. X 2 ni topadigan bo'lsak bunda 3 chiqadi. Ikkinchi holatida darajalari teng bo'lganda ham o'rinli. Shu uchun 3x - 7 teng bo'ladi 1 - x ga. 4x teng 8 ga, x teng 2 bo'ladi. Endi agar x o'rniga 4 ni qo'ysak, 0 ni 12 beshinchisi teng, mana bu yoqda 0 ni -3-chi bo'lib qoladi-da. Mana shu yer musbat bo'lganida, asos 0 bo'lganida ham o'rinli bo'lardi. Demak, 3 ta ildizi bor ekan. Kelinglar yana bir marta 0 ga to'xtalamiz. X teng 4 bo'lganida asos 0 bo'lib qoladi. 0 ning 5-darajasi 0 ga teng. 0 ning shu yerda deylik 3-chisi bo'lsa to'g'ri bo'lardi, lekin mana bu yerda -3 bo'lib qoladi-ku 4 ni qo'ysak. O'rinli bo'lmaydi. Agar darajasi musbat bo'lganida edi, asosi 0 bo'lgan holni ham qarashlaringiz kerak edi. Shunda 4 ta yechim bo'lib qolardi. Hozir bu yerda 1, 2, 3 ta yechim. Bizdan tenglamani ildizlarining yig'indisini so'ragan. Tenglamani ildizlari 2, 3, 5. Yig'indisi 10. Javob B bo'ladi. 26-savolimiz ketdi. 27-savolimizda aytayaptiki, A ning A plus B'inchisi teng 3 ga. Xo'p. Bizda logaritm A asos ko'ra logaritmlasam, logaritm A asos ko'ra A ning A plus B'inchisi teng logaritm A asos ko'ra 3 ga. A plus B teng logaritm A asos ko'ra 3 ga. 1 taqsim logaritm A asos ko'ra 1 taqsim A plus B teng 1 taqsim logaritm A asos ko'ra 3. A asos ko'ra 3 bu logaritm 3 asos ko'ra A degani. 3 asos ko'ra A shunga teng ekan. Xo'p, bunda biz buni topishimiz kerak. Logaritm 27 asos ko'ra degani bu 3 ning kubi asos ko'ra 3 ning kubi asos ko'ra A. 3 oldinga chiqadi. 3 dan 1 logaritm 3 asos ko'ra A. 3 asos ko'ra A bizda 1 taqsim A plus B ga teng 3 dan 1 ko'paytirilgan 1 taqsim A plus B. 1 taqsim 3 ko'paytirilgan A plus B. Javob D bo'ladi. 27-savolimiz javobi D ekan. 28-savolimizda shuning kasr qismini toping deb savol berilgan. Yaxshi. Bitta formula o'rgataman. Sonning kasr qismiga uning butun qismini qo'shsak sonning o'zini beradi. Sonimiz A. Xo'p, yaxshi. Shundan foydalanib topamiz. Logaritm 9 asosga ko'ra 36 1 dan katta, lekin 2 dan kichik. Bu 2 degani logaritm 9 asosga ko'ra 81 deganida. Shundan kichik ekan. Demak, buning butun qismni ta'rifiga asosan o'zidan katta eng kichik butun songa aytiladi degan, buning butun qismi 1 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, endi buning kasr qismi logaritm 9 asosga ko'ra 36 teng bo'ladi. Mana bu yerda kasr qismini topsak, sondan uning kasr qismini, butun qismini ayirar edik. Shunda sonimiz bizda logaritm 9 asosga ko'ra 36, butun qismi 1. Ayirishimiz kerak. Shunda mana bu 1 deganim bu logaritm 9 asosga ko'ra 36 minus logaritm 9 asosga ko'ra 9. Ayirma bo'linmaga o'tadi, logaritm 9 asosga ko'ra 4 bo'ladi. Logaritm 9 bu 3 ning kvadrati, bu 2 ning kvadrati. 1 taqsim 2 logaritm 3 asosga ko'ra 2. Qisqarib logaritm 3 asosga ko'ra 2 chiqar ekan. Demak, ko'rinib turibdiki, logaritm 9 asosga ko'ra 36 ning kasr qismi logaritm 3 asosga ko'ra 2 ga teng bo'lar ekan. Logaritm 3 asosga ko'ra 2 degan javobimiz D javobda. Tushundilaringiz? Qiziq savol ekan. Bu sonning butun va kasr qismiga doir qiziq savol ekan. Diqqat bilan ahamiyat bersalaringiz tushunib olasizlar. Keyingi savolda 6, 8, 8, 10 shunaqa ketyapti. Kelinglar, buni maydalab olamiz.
ahamiyat beradigan bo'lsak, oxiri 36, shu uchun hammasini logaritm 6/ko'ra maydalasak xato bo'lmaydi. Logaritm 6/ko'ra 8 ko'paytirilgan logaritm 6/ko'ra 10 taqsim logaritm 6/ko'ra 8 logaritm 6/ko'ra 12 taqsim logaritm 6/ko'ra 10 va hokazo. 34 dan oldingisi 32 kara 32 asosko'ra 34 ku. Shunda logaritm 6/ko'ra 34 taqsim logaritm 6/ko'ra 32 ko'paytirilgan logaritm 6/ko'ra 36 taqsim logaritm 6/ko'ra 34. Qaranglar endi. Ahamiyat bersalaringiz, bu bilan bu ketadi, bu bilan bu ketadi, bu bilan bu va hokazo hammasi ketadi-da. Bu bilan bu ketadi. Bitta ish qoladi. Logaritm 6/ko'ra 36 2 ga tengligidan misolimiz javobi 2 chiqadi. C javob. 29-savolimiz javobi C bo'ladi. Endi keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, keyingi savolimizda mana shu ifoda berilgan bo'lsa, 6 ga tengligi berilgan, buni topishimiz kerak. Kub formulaga qo'ysak, logaritm 6 a/ko'ra b minus logaritm b/ko'ra a ko'paytirilgan logaritm a/ko'ra b ning kvadrati plus logaritm a/ko'ra b ko'paytirilgan logaritm b/ko'ra a plus keyingisini kvadrati b/ko'ra a ning kvadrati. Yaxshi. Endi mana bu 1 ga teng, 6 ga teng shartga ko'ra. 6 ko'paytirilgan, mana bu ko'paytma 1 ga teng. Logaritm a/ko'ra b ning kvadrati plus logaritm b/ko'ra a ning kvadrati plus 1. Demak, mana shu kerak ekan bizga. Yaxshi. Mana buni kvadratga ko'taramiz. Logaritm a/ko'ra b minus logaritm b/ko'ra a ning kvadrati teng 6 ning kvadratiga. Logaritm a/ko'ra b ning kvadrati minus 2 logaritm a/ko'ra b logaritm b/ko'ra a plus logaritm b/ko'ra a ning kvadrati teng 36 ga. Mana bu yer 1, bu yoqqa qo'shib bo'lib o'tadi, 2 chiqadi. a/ko'ra b ning kvadrati minus 2 plus logaritm b/ko'ra a ning kvadrati teng 36 ga. 2 qo'shib bo'lib o'tadi-da. Logaritm a/ko'ra b ning kvadrati plus logaritm b/ko'ra a ning kvadrati teng 36 ga 2 qo'shilsa 38 bo'ladi. Demak, bu misolimiz mana bu yer 38 ga teng. 38 ga 1 ni qo'shsak 39, 180, 54, 234. Misolimiz javobi C ekan. Xo'p. Demak, hurmatli tinglovchilar, navbatdagi testimiz, ya'ni adashmasam 4-testimizni video tahlili tugadi. 5-testimizni yakshanba kuni 19:00 da kanalga joylaymiz. Kirib bemalol yechsalaringiz bo'ladi. Xudo xolasa keyingi safar testni 3 ga bo'lib tahlil qilib berishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.